etish uchun dunyoning turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz va O'zbekistonga xush kelibsiz deymiz. Turon sporti bu shunchaki sport emas, balki uzoq tarixga ega bo'lgan Turon zamini xalqining jasorati, matonati va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan. Uning ildizlari qadimgi ajdodlarimizning harbiy tayyorgarligi, xalq o'yinlari va milliy an'analari bilan uzviy bog'liq bo'lib kelgan. Bugun Turon sporti milliy meros doirasidan chiqib xalqaro maydonga e'tirof etilayotgan, turli xalq va millat vakillarini birlashtirgan zamonaviy sport harakatiga aylandi. Zamonaviy dunyoda sport nafaqat raqobat, balki xalqlar o'rtasidagi muloqot, o'zaro ishonch va hamkorlikni mustahkamlaydigan muhim diplomatik vosita bo'lib kelmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sportni nafaqat jismoniy tarbiya vositasi, balki milliy g'urur, vatanparvarlik va mamlakat nufuzini yuksaltiruvchi muhim kuch sifatida baholab keladilar. Davlatimiz rahbari sportchilariga murojaat qilib, sizlar maydonga xalqimizning farzandlarisizlar. Sizlar bizning elchilarimiz, bolalarga namunasizlar deb ta'kidlar bejiz emas. Ushbu musobaqa ham o'zaro hurmat, samimiy do'stlik va yuksak ishonch, sport ruhiyati bilan yodda qolishga ishonchim komil. Qolaversa, ushbu musobaqa davomida biz yuksak mahorat, haqiqiy raqobat, sportga sadoqat va do'stlik namunalarini ko'ramiz. Barcha ishtirokchilarga munosib raqiblar, halol va murosasiz bellashuvlar tilayman. Eng kuchlilar g'alaba qozonsin. Dear ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Republic of Uzbekistan. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi azizlar. Hurmat ko'rsatishingizni so'rab qolamiz.